mehribonlik va bolalar uylari kamaytirilib, oilalarga tarbiyaga berish jarayoni tashkil etilmoqda. Ayni mana shu masalada prezidentimiz keyingi paytda katta bir tashabbusni ilgari surdilar. Tutingan oilalar tashkil qilinishiga va ularga imkoniyatlar yaratib berilishiga urg'u berilmoqda. Bolada уже travmasi bor, mehribonlikka tushyapti. Gapirish oson, lekin buni bajarish qiyin. Pedagoglar mana xohlaymiz har bir bola hayotda, jamiyatda o'z o'rnini topishini. Islom nuqtai nazaridan juda katta savob. Oilaviy bolalar uyimizda umumiy 6 ta bola tarbiyalandi. Qizimiz bitirganlaridan keyin xudo xolasa turmushga berish niyatimiz ham bor. O'zimiz qanday kelin bo'lganimizda 15 kunda bir marta uyga kelgan bo'lsa, ular ham shaqib kelishadi. Tarbiya, ta'lim va bolani rivojlanishi oilaviy muhitda davom ettirilishi kerak bo'ladi.